jo'xa bo'lam uy mana shu bo'lsa kerak ya. Uy repami jinnima qishlog'i bo'lsa kerak mana shu. Jo'xa bo'lam o'zi qayerga ekina? Voy jo'xa bo'lam qanisan? Assalomu alaykum bobojon, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qandaysan? Tizimga kelib o'p qo'yay. Bobo, hali ham bu yosh bola deb o'ylayapsiz mani? Yosh bolasan-da, qachon katta bo'lib qolding? Hozir katta bo'lganman. Mayli, yur qani qishloq aylanaylikchi. Mayli, yuring qani. Qishloqda o'zi hech qanday o'zgarish bo'lmagan, ko'ryapsiz, qishloq eski holatda turibdi. Yaxshi, lekin unaqangi nima edi? O'z holatida emas, va qishloqni soqoli o'sibdi. Soqol endi o'sadi-da, u yangilik bo'lmaydi-ku. Yangilik-da, sening soqoling o'syaptimi? Bobo, hali men endi 18 ga kirdim, qayerdan o'sadi? Men 18 yoshga kirganimda soqolim gacha borardi. Bobo, demak siz nimadir qilgansiz? Nima qilishim mumkin? Bilmasam, endi nimadir qilgan bo'lsangiz kerak. Mayli, qishloq rostdan ham o'zgarmabdi, o'z holatda qolib ketibdi. Shunaqa ko'rdingizmi? Men sizni aldamayman-da. Bo'pti bolam, bo'pti. Va sen uyda o'tirib turaman-a? Sen ish-pishing bo'lsa qilib ol. Mayli, men hozir janob merni oldiga o'tib kelay. Nima qilmoqchisiz? Uxlamoqchimisiz, bobo? Mazza qilib uxladingiz-ku. Bo'pti bolam, mayli. Yaxshi. Endi boraman-da janob merga mana poliz ekinlarimni topshiraman. Avvalgi poliz ekinlarini bu galgisini hali yig'ishtirganim yo'q. Yig'ishtirsam keyin topshirsam bo'laveradi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, jo'xa qalaysan? Yaxshi, o'zingizam yaxshimisiz? Chotki, nima gap? Jo'xadan pul undirishni zo'r yo'li. Mana o'sha bobosini olib ketaman endi. Bo'ldi, endi bir amallab buni ko'tarib olsam og'ir ekan. Kuchim ham yetmayapti. Bo'ldi, mana bir amallab ko'taraman. Bo'ldi, hozir buni olib borib yashirib qo'yaman. Keyin jo'xadan pul undiramiz. Bo'ldi, soliqlarni ham to'lab oldim. Endi borib boshqa ishlarni qilib o'tirsam bo'ladi. Shoxlar juda ham asabimni buzyapti, daraxt shoxlari. Bilmayman, nimadir bunaqa g'alati o'sib qolgan. Xo'p, qo'yamiz. Bobom qani? Bobo, qayerdasiz? Nima, yana berkinmachoq o'ynaymiz demoqchimisiz? Bo'ldi, o'ynamayman, men katta bo'lib qolganman, bobo. Bobo, qayerdasiz? Hoy bobo. Bobom yo'q. Bobom qayerga ketdi? Bobo! Hoy bobo. Bobom yo'q. Nahotki? Bobo, qayerga ketdingiz? Hoy bobo. Yo'q, bobom yo'q. Qayerga ketdikina bobom? Menimcha qayerga pochta qutisiga xat kelibdimi? Avvallar xat kelmasdi-yu, qayerdan keldi xat? Tushunmadim. Rostdan ham xat kelibdi. Xatda bobong o'ladi. What the fuck? Kim hazillashyapti men bilan? Tushunmadim. Qanaqasiga bobom o'ladi-da umri tugagandan keyin? Hozir qandaysiga o'lishi mumkin? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kim yozib ketdi bu xatni? Tushunmadim. Chota kimdir o'yin qilyapti. Hozir mendan ko'radi kim bo'lsa ham. Tak, xat qani? Endi xatni olamiz. Tak, bir varaq ekan-ku. Sen kimsan? Yozib qoldiraylikchi, javob yozamikan. Tak, she'r qoldirib ketamiz, keyinroq xabarga javob keladi yana. O'shanda ko'rsam bo'ladi. Hozir esa bir ikkita tak videolar yana xat keldimi deymanda. Bilmadim, xat kelganmi yo'qmi? Xat kelganda ovoz eshitildi. Hozir borib ko'rib kelaman. To'xtab turinglar hozir. Bobong o'ladi deb kim men bilan hazillashmoqchi bo'lyapti? Rostdan ham hazillashmoqchi bo'lyapti, lekin xo'sh, tak. Bu Minecraft o'chib ketibdi. Mayli, qayta o'rnatib chiqaman endi. Yana xat kelgan shekilli ovoz chiqyapti. Chunki har doim xat kelganda bizga ovoz chiqazadi. Tak, lekin bobom qayoqqa ketdi-kina? Menimcha bobomda o'zi hazillashyapti, chunki kim o'g'irlab ketadi? Bobomni joydan turg'izishda o'zi вообще problema. Chunki bobom bitta uxlasa bor-ku, butun umr uxlaydi. O'shaning uchun ham bobom turg'izish anchagina problema. Xat kelibdi yana. Qani, o'qib ko'ramiz. Bu bizga $10,000mi, $100,000 olib kelsang, bobongni qo'lingda olasan. Shu gapingga bo'qni yebsan. Men senga $100,000 qayerdan topaman? Men o'zimda $100 pul yo'q, senlarga $100,000 beramanmi? Bo'ldi, xat qaytarib jo'natib yuboramiz egasiga. O'qib ko'rgandan keyin ish qilib bobomni qiynab qo'ymasin-da. Mayli. Tak, hozir nimani o'ylab turgandim? Bu esimdan chiqazib yubordi, qaranglar. Janob merga aytayin yaxshisi. Janob mer. Nima deysan? Qarochi, siz yoningizdan bordimi? Bobom uyga kelgandi. Qarasam bobom yo'q. Qayerga yashirinibdi? Yashirinmabdi-da, shu kimdir o'g'irlab ketibdi. Keyin bitta xat keldi. Xatni ochib qarasam bobong o'ladi. Bizga $100,000 bermasang, bobongni qaytarib bermaymiz debdi. Qayerda o'g'irlasa uncha pulni? Shunga hayronman men ham. Nima qilsam ekan? Bilmadim, politsiyaga xabar qil. Mayli, hozir telefon qilib kelay politsiyaga. Tak, janob mer telefonni olib keldim. Sababi o'zim telefonim yo'q yoki qayergadir tushirib qoldirganman, bilmayman, esimda yo'q xullas. Tak, hozir politsiyaga telefon qilaman. Telefonni qayerga qo'ysam bo'ladi? Tak, mana shu yerda turaveradi, farqi yo'q.
Xo'p, bo'ldi. Tak teramiz 102. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Men Johaman 13-qishloqdan. Iltimos yordam berib yuboring. Bobom yo'qolib qoldi. Mayli, hozir boraman yarim soatlarda. Oho, tezroq kelishdi iloji yo'qmi? Harakat qilaman bo'pti. Aha, mayli, iltimos tezroq keling. Yaxshi. Tezroq kelsa juda ham yaxshi bo'lardi. Bilmayman qachon keladi, lekin bobomni o'g'irlab ketishgani yomon bo'ldi. Obbo, nima qilsam ekan? O'zi bobom yomon nima bo'lib qolgandi, nima edi? Короче, nima edi? O'shanaqa bo'lib qolgandi. Bilmadim. Rostdan ham bobomga nimadir qilishsa agar o'zimni kechira olmayman. O'zimni nima kechirishim kerak? Men uxlay undan ko'ra. Endi uxlamoqchi edim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men jinoyat qidiruv bo'limidan. Jinoyat qidiruv bo'limi? Shunaqa, detektivman. Kimdir yo'qolgan ekan-ku. Bobom yo'qolgandi. Xo'sh, keling bu yoqqa. Bizda bu jinoyatchilarni izlab topadigan tarkibimiz. Bizga nima bo'lganini tushuntiring. Короче, bobom kelgandi ertalab. Keyin bobom uyimga yotdi. Men borib janob merga polis ekinlarni topshirib kelib qarasam, bobom yo'q. Keyin pochtamga xat kelgan ekan. Ochib qarasam, bobong bizda. Bobong o'ladi agar bizga 100 ming dollar olib kelib bermasang deb yozgan ekan. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin javob yozdim xatiga. Qachon beradigan bo'lding pulni? Yo'q, bo'qnayapsan deb yozib qoldirdim. Jinnimisan, pulni bermasang bobong o'ladi-ku. Shu bobomni qayerdan olaman? Jinnimisiz 100 ming dollar pulim yo'q meni. Bilmadim, bunda o'zing bilasan. Biz hal qilamiz, iloji boricha izlab ko'ramiz. Mayli, yaxshilab izlaylar, davay. Qanaqasiga biz bilmaymiz deydimi? Qanday politsiya bo'lib turib bilmaslik mumkin? Mayli, o'zi biladi. Kompyuterda oldiga uxlab qoladimi odam, Kompyuterda oldiga uxlab qolibman. Mayli. Menga qara. Nima bo'ldi, brat? Biz xullas aniqlashtira olmadik. Agar javobini topa olsak, keyin senga xabar beramiz. Hozir uyning ichini ham o'rganib chiqay. Bobongning qo'l izlari, qolib ketgan joylar bo'lsa, o'shalardan ro'yxatga olaman. Bo'pti, mayli. Tak, mana bu telefon seniki emas-ku, qayerdan olding? Janob merniki, sizga telefon qilishni olib kelgandim. Yaxshi. Tak, karavatingning ustida bobongning soch tolasi bor ekan-a? Karavotda uxlagandi bobom oxirgi marta. Demak, shu yerdan yo'qolgan bobong shunaqami? Shunaqa deb turibman-u, lekin anig'ini bilmadim. Xo'sh, bo'pti. Biz aniqlashtiramiz. Xabar beraman senga. Mayli, faqat iltimos tezroq toping bobomni. Mayli, o'zing ham harakat qil izlab topishga. Mayli, lekin uchib ketdimi? Rostdan uchib ketdi. Ular endi detektivda xohlagan vaqt uchib ketadi, xohlagan vaqt qo'nadi. Xat kelmabdimi? Qani ochib ko'ramiz. Bu eski xat edi shekilli. Bo'ldi, kelmabdi. Yo'q, hech qanaqa xat yo'q. Bo'ldi, buni joyiga qo'yib qo'yay tinchgina. Nima qilsam ekan, hozir nimadir reja o'ylab topish kerak. Bobomni topmasam bo'lmaydi qayerdandir. Mayli, biroz uxlab turaymikan. Uxlaganimdan keyin balki xat kelar. O'sha yerda o'tiraman, garochi. Yomon uyqum kelyapti shu kunlarda bor-ku, lekin xat kelibdi va qanaqadir fleshka, tushunmadim. Hatto o'zing bilasan, bugun kechga uyingga sovg'a boradi. Biya. Bye degan ekan, biya debman. Mayli, uyimga sovg'a kelsa juda ham yaxshi, sovg'ali bo'laman bahonada. Xo'p, hozir mana fleshkada nima bo'lganini ko'rish kerak, notebookka tiqib. Xo'p, notebookimga sig'armikan? Sig'ar ekan. Xo'p, hozir bir amallab, tushib qoldi-ku. Mayli. Bobommi? Rostdan ham bobom. Nima qilyapti bobomni bular? Bolam, menga yordam ber, iltimos, meni qamab qo'yishdi. Bobomni yomon qiynab qo'yishibdi. Bobom hatto yig'lab o'tiribdi ekan. Nima qilsam ekan, qayerdaligini yozib qoldirmagan u manzilni bilmasdan qandaysiga bobomni topishim mumkin axir. Nima qilsam ekan, bular yaramaslar, manzilni yozib qoldirganda o'sha manzildan borib bobomni topib kelardim, lekin hech qanaqa manzil ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Nima qilishni ham bilmay qoldim, to'g'risini aytsam. Nima qilsam ekan, birorta reja o'ylash kerak. Janob merga aytayinchi. Janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Nima deysan? Va alaykum. Короче, mana uyimga mana fleshkani tashlab ketishibdi. Bu qanaqa fleshka? Короче, bobomni videosi bor ekan, ya'ni bobomni qamab qo'yishgan ekan. Nima? Bobongni qamab qo'yishibdi? Qamab qo'yishgan ekan. Bobom qiynalib, yig'lab yotibdi. Demak, rostdan ular bobongni o'ldirishmoqchi. Pulni topish kerak tezroq. Qayerdan topaman buncha pulni? Ko'r, menda bor edi, o'sha sandiqlar ichini ko'r, birortasida chiqib qoladi. Uyingiz ichidami deymana? Ko'r, o'sha yoqlar ko'r, xullas bor pul bo'lishi kerak. Yo'q, hech qayerda. Undan sabr qilib turib, men senga topib beraman. Mayli, lekin stopkingizni o'zim toparman balki biror joydan. Yo'q. Pulim yo'q-ku, nima qilsam ekan, yoki shunchaki pulsiz boraymikan? Xat kelibdimi ish qilib? Xat kelganga o'xshayapti. Yo'q, kelmabdi. Qachon xat kelar bilmayman. Tak.
mayli yozib qoldirayinchi, qayerdasan deb yozib qoldiramiz, bo'ldi. Ana endi manzilni menga aytsa, pulni olib borib beraman, pullarni beraman, mana cho'tga. Bo'ldi, shu xatni yozib qoldirsam, bu xatni shunchaki pochta qutisining ichiga joylasam, u xat avtomatik borib tushadi. Bo'ldi, все. Ana endi tak bu yerni yopib qo'yaman va javob kelishini kutib o'tiraman yoki kutib yotaymikan? Kutib yotaman mayli. Xo'sh. Shu kravatga yotdim deguncha uxlab qolaver. Kech bo'pti-ku. Mayli. Uxlab qolaveraman. Hozir bir ikkita narsalarni olayinchi. Xat kelgan bo'lsa, manzilga borib kelaman. Kaktas o'zi kechasi borib kelinadigan joyi. Tak, xo'sh. Ochib qarayman. Javob kelibdi rostdan ham. Tak, ochil tez. Obbo qayerda? Tashlandiq uyga kel. Qanday tashlandiq uy? Mana uyda aytyapti shekilli. Yo'q, qanaqasiga bu uyga kelishim mumkin? Axir shunday yonimda turib, men bobomni ko'rmagan bo'lsam, g'alati-ku. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Menimcha u tashlandiq uyga shunchaki kel deyapti. Hech qanaqangi sababi yo'q u yerga borishimni. Qurolimni olgan ekanman. Bu qurolni olish esimdan chiqibdi. Chotga. Tashlandiq uy. Nahotki shunday yaqinga yashirib qo'ygan bo'lsa bobomni. Men bo'lsa bilmay yuribman. Kim qayoqlarga o'g'irlab ketishgan deb o'tiribman. Demak, shu yerga bo'lsa juda ham yaqin ekan. Hozir borib bemalol bobomni topib olsam bo'ladi. Agar bobomni topsam, keyin qaytib bobomga aytaman, bunaqangi alatishlarni qilmay, o'zim bilan birga yuring deyman. Bobomni o'zi qolib ketgandi-da uyga. O'shandan foydalanib o'g'irlab ketgan yaramaslar. Bu yerda qanaqadir o'to'lanlar, yomon qo'rqinchli ekan. Urgimchak to'rlari. Bu yerda sandiqmi? Tushunmadim. Tushunmadim, bobomni o'ligimi? Rostdan bobomni o'ligi. Nahotki bobomni o'ldirib ketishgan yaramaslar. Yaramas. Rostdan o'ldirib ketdi bobomni. Bobo, sizga nima bo'ldi, turing. O'lgansiz qayerda turasiz? Bobo, iltimos. Men deb bo'ldi emas, bobo, meni deb. Axir men ketmaganimda uydan sizni olib ketishmasdi. Tushunmadim. Bu model blok-ku. Bobomga o'xshamayapti-ku. Bobom emas bu. Yo'q. Model blok, da, rostdan ham model blok. Bobom emas, bobom qayerga ekina? Tak, bobom topish kerak endi. Rostdan ham bobom emas bu. Yo'q, qayerga ketdi bobom? Bobomni nimadir qilishgan. Bular meni aldamoqchi bo'lishgan, model blok qo'yib. Yo'q. Hozir izlab topaman, lekin qayerda izlayman? Manzil faqat shu eski bino edi. Boshqa manzil yo'q. Hozir janob merga aytaman. Janob mer, menga xat keldi. Eski bino ichiga bobong bor deyishgandi. Borgandim, u yerda bobomning o'ligi bor ekan. Nima o'ldirishibdimi? Yo'q, u model blok ekan. Nima bo'ladi endi? Bilmadim, endi o'sha manzilni topishimiz kerak yoki pulni olib borish kerakmi? Mayli, ko'r, o'zing bilasan. Obunachilar, nima qilishni maslahat berasizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Men hozir bobomni qanday qilib bo'lsa ham topishim kerak. Hatto hozir yomon uyqum keldi va uxlab olishim kerak. Men bilmayman, xat kelibdi. Qani xat kelibdi? Yo'q, xat kelmabdi. O'sha xatlar hozir o'zim xat yozib qo'yar ekanman. Kimni ahmoq qilayapsan deymiz deb o'ylayapsan deylik. Ular model blok qo'yib ketishgan. Men jin emasman-ku, bobomning o'ligi emas u. Xo'p, bo'ldi. Ana endi bu xatni yuboraman. Bu model blok. Bobom qayerda deb yozib qo'yishim kerak. Xo'sh, ahmoqligini ham yozib qoldirayin, chunki ahmoqligini bilsin-da. Bo'ldi. Endi bobomni izlab topish kerak, lekin qayerda izlayman? Bilmadim. Xullas, topmasam bo'lmaydi.